asabim buziladi agar menga kimdir qarab turib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deydigan bo'lsa, ey dalboyim, menda hech qanaqa omad degan narsa yo'q, birgiraman. Bu yerda sabr, mehnat, birovlarning fikriga qo'tadi qo'yib qo'yish va любой mana sharoitga ko'nib ketadigan, любой komfort zonadan chiqib ketadigan, mana to'g'ri bor, yurak bor yiba. Bu aslida dalboyim erkak kishini omad bilan o'ynashma deb o'zi erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb nihoya harakat qilib judadi qachonjalar oltin qush qilib boshiga tushib yina o'taga bo'lmasa turib harakat qilmasin. Yina Instagram, TikTok'dagi dalboyimlar kuzatib o'shalardan inspiration nafslarga olib harakat qil o'qiding. Endi mana boshdan chiqqanlar bilan qanaqa yo'llarni bosib o'tganlar, xatlar to'playotgan kimlar meni tashlab ketgan, nechtasi O'zbekistonga qaytib ketdi, chidolmadi, sabr qilolmadi, birovlar fikriga qo'tadi qo'ygan holatda darsdan o'tirib olib erkak kishini omadi bilan o'ynashgan. Babuin bo'l, dalboyim, babuin. Qizig'i mana kommentariy yozadigan dalboyimlarni tavsiyasi uchun hattoki biz jendra hayotidagi eng oliy orzusi deb bajaringiz deb